İyiliğin olduğu her yerde adınız anılsın. Muhammadi haqida avvalgi videoda biroz so'zlab bergandim va xabaringiz bor, ehson uchun xayriya boshladik. Bir muncha miqdor pul ham yig'dik, ammo bu hozircha yetarli emas albatta. Instagram storiesimda bolalarimdan ham xayriya uchun pul olganimni aytganimda ko'pchilik "Voy, mashalloh, buncha aqlli bolalar" kabi SMSlar bilan birgalikda "Hammasida doim naqd pul bo'ladimi?" degan savollar yog'ildi. Bu video ham shu haqda. Biz xayriya haqida er-xotin ertalab nonushta vaqti suhbatlashganimizda bolalar ham eshitishdi va qiziqib qolishdi. Suhbatda farzandlarimning dadasi va men birin-ketin xayr, ehson va yaxshilik haqida tushuntira boshladik. Allohga shukr, hammamiz sog'-omonmiz. Lekin dunyoda shunday insonlar borki, hozir ular bizning duoyimizga va ozgina bo'lsa-da ko'magimizga muhtoj dedim. Masalan, shifoxonada dard bilan kurashayotgan bolajonlar yoki qiynalgan oilalar juda ham ko'p. Xayr ehson qilish bu faqat pul berish emas. Bu birovning dardini o'z dardingdek his qilish. Biz bugun ularga moddiy yordam berishimiz mumkin yoki hech bo'lmasa ko'ngillarini ko'taradigan biror sovg'a berishimiz mumkin. 14 yoshli o'g'lim Yusuf, "Oyi, bizning kichkinagina yordamimiz ularga chindan ham kuch beradimi? Internetda ko'p marotaba saraton kasaliga chalinganlar uchun katta summalar to'plashganini ko'rganman-da", deb qoldi. Albatta bolam, bilasanmi, bemor inson uchun kim uni o'ylayotganini bilishini o'zi ham eng katta madad. Mehr bilan aytilgan iliq so'z ham ularning sog'ayishiga bo'lgan umidini 3 barobar oshiradi kamida dedim. Adnanbek ham qizlarimizga qarab, "Ayniqsa sizlarning duolaringiz juda qadrli, chunki bolalarning qalbi pok bo'ladi. Agar biz chin dildan boshqalarning dardiga sherik bo'lib duo qilsak, Alloh bu duoni albatta ijobat qiladi", dedi. Musulmonning musulmonga qilgan duosi eng katta va kuchli darmonlardan biridir, dedilar. Istanbuldagi shifoxonalardan birida jigar saratoni bilan kurashayotgan bir jajji bolakay borligini va uning tuzalib ketishiga niyat qilgan umidvor oilasi haqida gapirgandim. "Bolajonlarim", dedim ularning beg'ubor ko'zlariga qarab. "Bu bolakayning yana sog'ayib, tengdoshlari bilan yugurib yurishi uchun katta mablag' kerak. Unga ozgina bo'lsa ham yordam berishni xohlaysizmi? Bilamanki, farzandlarimning hammasi pul yig'ishadi." Bu savol hali havoda muallaq turganidayoq bolalarimning yuzlarida qat'iyat va mehr uchqunlariladi. Ular biror soniya ham ikkilanmay o'z xonalariga yugurib ketishdi. Biroz vaqt o'tgach, har biri o'zlarining kichik jamg'armalari, ya'ni niyatlari uchun yig'ib yurgan hamyonlari bilan qaytib kirishdi. "Mana oyijon, bu mendan. Muhammadiyni dorisiga deb galma-gal ataganlarini berishdi." Zaynablar esa o'zini kopilkasini ochdi. 20 dolar. Mashalloh, qani? Olib ber orasidan. Ochilmayapti mana kopilka. Shuni sol. Alloh barakat bersin. Jonim o'zimni. Dehqon tergan pullaridan beryapti. Gul sotganda как раз 20 dollar bo'lgan edi, o'shani beryapmiz. Alloh qabul etsin atalimni. Ularning o'z ixtiyorlari bilan jamg'armalarini bo'lishishlari, maqsadlaridan bir muddatga voz kechib, begona bir bolakay uchun pullarini ajratishi men uchun ta'rifsiz bir his edi. Bu hislarni nasib qilganiga shukr. Biz yo'lga chiqdik. Avval o'yinchoq do'koniga kirib, bolakayning yuziga tabassum yugurtiradigan eng chiroyli sovg'alarni sotib oldik. Keyin esa musofirlikda farzandining dardi bilan yonayotgan onaning ko'nglini ko'tarish, unga yolg'iz emasligini his ettirish uchun nafis kunlar oldik. Kunni ichiga oyisi Muhammadiyga o'qib bersin deb sog'lig'i uchun duoda ekanimni yozdim. Buni qilishimdan maqsad Muhammadiyning oyisiga ham kuch berish, ham dalda bo'lish edi. Chunki u menga farzandim uchun sotish mumkin bo'lgan hamma narsamizni sotib keldik. Yog'iga nima bo'larkan deb siqilayotgandi. Men esa duoda gap ko'p, Allohdan umid uzib bo'lmaydi. Duoda bo'laveramiz singlim, dedim. Ne kadar çirkin görünüyorum ya. Hayır, güzel. Güzel miyim? Mana bu konvertda pullarimizdan tashqari, yordam pulimizdan tashqari mana bunaqa dresxorlari yozdirdim mana bu bolachalarga. Mani assistentim qaranglar. Hozir ularga o'qitmoqchiman nimalar yozishganini. Birinchi bo'lib Zaynab Nurxatidan boshlaymiz. Al bakayım kendi şeyini oku. Merhaba sevgili Muhammedi kardeşim. Hemen iyileşmeni, hayatını üzgün değil mutlu geçirmeni diliyorum. Sevgiyle Zeynep Nur abla. Aferin canım benim. Endi Yusuf sen oku bakayım. Hepsini al da ya. Neyse oku. Alınca. Selamünaleyküm Muhammedi. Öncelikle geçmiş olsun. İnşallah yakında iyileşirsin. Senin dualarımdan eksik etmeyeceğim. Allah dualarını kabul etsin. Nice günleri inşallah. İnşallah. Biraz yavaş olsan. Yomon tez gapiradi. Endi Esma Nur'a gelin. Qani? Sevgili Muhammedi kardeşim, ilk öncelikle çok geçmiş olsun. İnşallah çabucak iyileşirsin. Sana bolca dua edeceğim. Sakın ümidini kaybetme. Sen de Allah'a bolca dua et. Sana inanıyorum. Sevgilerle Esma Nur Ünal. Teşekkürler. Bularni chizganlarini qaranglar. Bu Esma Nur, bu Zaynab Nur, bu Yusuf. Mana qarang, geçmiş olsun. Bular hali ham boladek.
insonlarni. Klinika ostonasiga xursand va umidvor kirdik. Bolakay bizni ko'rganida ko'zlaridagi kasallik chirog'i bir lahzaga g'oyib bo'ldi. O'rnini beg'ubor quvonch to'la ko'zlar egalladi. Buni ko'rgan farzandlarim ham xursand bo'lishdi. O'sha kuni biz shifoxonadan qaytayotganimizda bolalarimning nigohida o'zgacha bir nur bor edi. Ular shunchaki pul berishmadi. Ular o'z qalblarining bir parchasini berishdi. Xulosa shuki, farzandlarimizga saxovatni o'rgatish uchun boy bo'lish shart emas. Faqatgina mehrli bo'lish kifoya. Chunki kichik bir o'yinchoq yoki bir dona guldasta kimningdir hayotida umid chirog'ini yoqishi mumkin. Beg'ubor quvonch biz uchun eng katta mukofot edi. Onasining ko'zlaridagi minnatdorchilik yoshlari esa insoniylikning tili bir ekanini bir bor isbotladi. Har gal ularni ko'rgani borganimda ichimdan hayqirib yig'lagim keladi aslida. Ammo kuchimni to'plab tasalli berib turaman. U yig'lasa, men yig'lasam, o'zimiz ham kasal bo'lib qolamiz-ku, to'g'rimi? Xudo asrasin albatta. Shu videoni ko'rayotgan aziz insonlar, bilamizki, siz ham, men ham, hammamiz ham Alloh beradigan har qanday sinovlarning, ajrlarning, savoblarning nomzodimiz. Keling, bugunimizni savobga sherik bo'lgan nomzoddek o'tkazaylik. Muhammadiyning sog'lig'iga qo'shish uchun duoda bo'laylik va qo'limizdan kelgancha yordamda saxiylik qilaylik. Bu video sizning lentangizga tushgani sababi ham shudir balki. Alloh ehsoningizni qabul aylasin va qilgan ehsoningiz qiyomat kuni Allohning qatida xotirlansin inshaalloh. Yordam uchun karta raqamlari ekranda qoldirildi. Zaynab Nur, Efendim, nasıl bir duygu geçti? Ne? Nasıl bir duygu geçti? çok mutlu oldum. Çok mu mutlu oldum? Yusuf Evet. sen? Ne oldu? Nasıl bir duygu geçti? Çok güzel. Güzel mi? Evet, benim iyisi. Kendini iyi hissettin. Sen? Aferin, çok sesin geldi de.